Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Men kecha mana shu yo'ldan o'tib ketayotgandim. Mana shu yerda polvon Xalisani ko'rib qoldim do'stlar. Bugun nima qildim, nima deb o'ylaysizlar? O'zim bilan birga hoji buvim, hoji onam va qizalog'imni olib keldim. Ketdik, tanishtiraman, ko'rishtiraman. Yuringlar. Kelib bilsak, bu joy yangi ochilgan ekan hali. Men hoji onam, buvijonimni olib keldim mana. Onajonimni olib keldim, hoji onamni. Yoqdimi, Xalisa? Mazalimi ekan? Endi hozir o'zim ham tatib ko'raman. Aka bilan hozir savol javob qilamiz. Aka, Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bu yerni siz ochdingizmi? Ha, Nimaga imminni polvon Xalisa deb yozdingiz? polvon Halisa taomlarni polvoni. O'sha uchun o'ylab shu nimani ochdim, polvon Halisa qo'ydim. meni nomimdan kelishsa, nima qilib bera olasiz? Sizni nomingizdan kelishsa gapi yo'q. Non choyini Bonisiga non choy, polvon oydan deb kelaverasizlar Samarqand shahariga 22-maktabni oldida Cherry avtosalon